Hammaga assalomu alaykum akalar ukalar jigarlar. Gamesda balans ko'taramiz akalar. Bizning shotimizda 1 million 91 ming so'm pul bor. Mana shuni ko'paytirishga harakat qilamiz. Video ko'paytirsa ham, oqsa ham YouTube ga qo'yiladi akalar. Tak ketdi bo'lmasa boshidan boshlaymiz. Xo'p, qaysi o'yindan balans ko'tarsa bo'ladi jigarlar? Boshida ko'pincha lesnitsa o'yinlar yaxshi, dagonligiga 48 dan boshlaymiz. 1 2 ni bosamiz, o'xshamadi. Yana boshidan 1 2 1 2 1. Yaxshi. Yamti bosib olamiz o'zi. Yaxshi, yamti sinab ko'ramiz. 1 2 1 2 va oxirgisi 1. Bittada. Zo'r. Chiqamiz akalar. Уже 200 foyda. Tak, 200 foyda bo'lgandan keyin lesnitsa o'yinlar kerak bizga. Hop. Dragon Gold o'ynab ko'ramiz. 48 mingdan 1 1 2 2 va oxirgisi 1 akalar. O'xshamadi. 1 yo'q, o'xshamadi bu ham. 1 1 2 3 voh 1 2 2 to'xtanglar. Endi ko'taramiz akalar. 192 mingdan 1 2 1 2 tak, o'rta. Voy jalab, o'rta. Xo'p, dagon qilamiz. 1 2 1 1 va oxir 4-kati. Zo'r. Normalniy akalar. Tak, pul tushirib olamiz 48 mingdan, yana o'rtani bosamiz. 1 yana oxirgi qatorni bosamiz. Tak. Keyin bu qator pul o'sha olamiz pulni. Yaxshi. 1 million 91 ming so'mdan 1 million 596 ming qildik. Oson ko'tarishni o'rgatyapman akalar sizlarga. Tak, endi lesnitsali o'yinlar kerak bizga. Обязательный balans ko'tarish uchun juda yaxshi o'yinlar bular. Swaplandga kiramiz qani. Tak, minimalkamizni biz bunda 80 ming so'm qolamiz. 1 tak. Bu ham yaxshi o'yin akalar, yaxshi beradi. Ketdi mana. Birinchi katini bosamiz. Yaxshi. Yana birni bosamiz. Ajoyib. Endi mana ikkinchi qatorni bosamiz. Kuydirdi. 5 gacha chiqish kerak akalar, bir amallab. Kuydiryapti akalar. Tak, yana o'rtani bosamiz. Yamti o'rta. O'rtadan polibom chiqib qoladi bitta. O'rta. Yamti o'rta. Endi ko'paytiramiz pulni. 200 mingdan garo ketdi o'rta. Bunisi voy, o'rtani bosmayapsam, o'rtada ham yo'q ekan. Tak, ketdi ham bitta o'rta. Yana bitta o'rta. Tak, yana bitta o'rta qo'ysin. Voy, jalab kuydirdi. Endi birinchi qator. Hozir bitta strategiya qilamiz jigarlar, qaranglar. 2 o'rta. Yana bitta o'rta, 100 talik. Hop. 1 million olamiz. Uj minusdamiz, yamti sinaymiz. Oxirgi qatorni bosamiz. Keyin bunisini bosamiz. Yo'q, uji aldayapti. O'rta. Yo'q, aldayapti bu yana. Ketdi o'rta. Yana bitta o'rta. Tak, 5 koeffitsiyentga olish kerak. Oxirgi qator qo'ysin. Malades. 1 million olamiz. 1 million 900 bo'ldi akalar balans. Yaxshi ketyapmiz jigarlar. 1 million 900 bu zo'r natija anchagina. Xo'p, pad 7 natga kiramiz akalar. Balki 24 mingdan ko'pga bosamiz. Yaxshi, bittada g'alaba, ikkita g'alaba, uchinchisi. Yo'q, endi 7 ga uramiz akalar. Ikkita, 3ta. Va ham bitta.
Bu chiqamiz. 2 million balans bor akalar. 1 million 91 ming so'mdan 2 million qo'yardik tak. Endi qaysi o'yin kiramiz? Endi sizlar bilan hop, yangi chiqqan o'yin Games'dan Zeus o'yinini o'ynab ko'ramiz hozir. Tak, ketdi bo'lmasa akalar. Tak, rolli Zeusga ham 2 million pulimiz bor bizani. Qaranglar akalar, bunda ham anaqa bor. Birinchi spin 10 ta aylantirib, keyin sotib olamiz akalar. Birdan sotib olsanglar oqizadi bu Games bar bilan. Haqiqiy kazino emas. Kazinoga kirish uchun kattaroq pul bilan kirish kerak. Gamesga 1 million 500 ming so'm bilan ham yuklab ketsa bo'ladi. 10 ta aylantirib sotib olamiz akalar. Hop. 400 minglik spin ketdi akalar. Filsga olib chiqib ketadi degan umiddaman. Hop. Yashil o'ynaydimi? Yo'q. Fioletoviy o'ynadi. Tak. Umuman o'ynamayapti chota. Endi bu yoq strategiya emas, bu yog'i omad sinash bo'ladi, jigarlar. Qo'rqmasdan sinab ko'rsanglar bo'ladi. Men o'ynagan o'yinlarni shunaqa azartga kirmasdan, pulni hammasini tikib olmasdan o'ynasanglar, pribilga chiqsa bo'ladi, jigarlar. Boshida bu ham oqizotdi, mayli. Balans bor, o'sha foydalanamiz. Umuman X bermadi, umuman. Endi bitta ko'tarib 500 ga sotib olamiz qo'ysini. Tak, sotib oldik. Endi kuzatamiz akalar. Boshidan Karona 8x akalar, pizes. Pulni birdan qaytarib okib qilib beryapti. Chotki. Yarimta X kerak dejalar. Ya berma. Yana Karona o'ynasa. Endi plyusga olib chiqish kerak. Tak. Saru kerak, saru. Yo'q, o'ynamadi. Yaxshi 2x bor. Qizil o'ynash kerak. Zo'r. Уже yana plyusdamiz akalar, yashil. O'ynaydi. Fioletoviy bormi? Fioletoviy bor. X kerak. X ham bor. Malades. X ham kot 19x bor. Tak. Bilet Karona o'ynaganda edi, normalniy pribilga chiqardi akalar. 2 million 300 mi? Tak, bo'lmasa sal ko'paytiramiz. 670 mingdan qilib 20 ta aylantirib yuboramiz akalar. Tak. Bu liniyada eng qizig'i X ham tashlaydi jigarlar, tashab qolsa ajab emas. Yaqinda shu akkauntga 250x tashab yuborgan bu. 20 ta aylantiramiz. 4x tashab o'tirib, gapimga isbot qilib. Ko'rayotganinglarda yaxshi o'yinlarni sizlarga tavsiya beraman, tak. Bu akalar boshdan ogohlantirib qo'yapman, 18+ content bu jigarlar. Maslahatim o'ynamanglar, prosta men balansimni ko'tarishimni sizlarga ko'rsatib beraman xolos jigarlar. Azartga berilib o'ynamanglar, bu o'yinning oxiri yo'q jigarlar. Tak. Liniyada yaxshi o'ynayapti. Skater tushib qolishi ham mumkin edi jigarlar. 675 minglik spin ko'ramiz jigarlar. O'tdi, ketdi. Omadimizni bersin jigarlar, tak. X o'ynamadi. Sota pusto spinga o'xshatdi.
5 ta spin havoga ketdi уже. Yo, pustoymi deyman bu spin. Uch x bor. Tak, zelonka o'ynarkanmi? Yo'q. 4 ta spin уже pribelga olib chiqib keta olmasa kerak. Yo'q, foydasi yo'q. Tak. 69.000 berdi. Birdan aylantirmasdan turib sotib olamiz. Mana shu xato bo'lmagan bo'lsa bo'ldi, nima bo'lsa ham. Tak, 2x bor, normalniy. Zelonga tushish kerak. Yaxshi. 5x bor. Bo'ladi, yaxshi natija. Normalniy 7x bor. X dan to'kib tashladi o'zi ham. Nu yaxshi x yig'ilgani bizga foyda anchagina. Normalniy 16x bor уже. 10 ta spinimiz ham bor jigarlar. Bu zanos bo'lib ketishi mumkin. Biladi, mana 5x ham o'ynamadi dejalar. Normalniy x'larni berib tashladi akalar, tak. Ko'ramiz. 24x bor. O'ynasangchi biladi. Pizdes. Yaxshi, zelonka kerak bizga, zo'r. Biladi, bitta skater tushib bergandamidi. Вообще x katta dejalar 32x da o'zi ham. Prям yorib tashlasa bo'ladi. Hop, pribelga olib chiqib ketmadi bu ham. Bu stavkani ko'taramiz 800.000 ga. Ta aylantiramiz, tak ketdi bu yog'i. Ta aylantirib sotib olamiz jigarlar. Bunisi pribelga olib chiqish kerak, chunki уже kelyapti. Bu boboy pullarini tortib olamiz. Tekinga tushib qolishi ham mumkin, no tekin uncha bermaydi baribir ham. Mana bilmadim, kimdirlargadir berib yuborishi mumkin. Menga ko'p unaqa bo'lmagan, bermagan. 2x tashlab olsaydi shu joyiga, yaxshi zo'r ish bo'lardi. Tak, 6x tashladi. Mayli. 800.000 spin akalar, ko'ramiz. O'sha kazinodagi Gattes Olympus o'yinini Games'dagi versiyasi jigarlar. Yangi chiqqan o'yinlardan bittasi. Hop, 2x bor akalar. 5x bor, yaxshi. O'sha zo'r o'yin. Ko'rayotganinglarda akalar, azartga berilmasdan o'ynasanglar, sekin-sekin chiqsa bo'ladi jigarlar. Kattaroq plyuslar qilsa bo'ladi. X kerak, mana shu joyga kerak lekin. Bunisini bilmayman. 10x tashladi o'zi ham, 18x bor. Уже pribel jigarlar. Normalniy pribel bu yog'i. Tak. Kals o'ynaydimi? Yo'q, o'ynamadi. X kerak, X. Yaxshi. O'ta go'zal. $1.5 million bor. Normalniy, уже 2 million yana. Qaranglar akalar, endi nima qilamiz? Endi akalar pulni ko'paytirib 8 millionlik spin qilamiz dedi jigarlar. Mana bunday qilsa 100 mingdan aylantirar ekan. Endi riskovat qilamiz akalar. 50 ta aylantiramiz mana shunaqa qilib. Har bitta spinga 80 mingdan oladi bu akalar. Уже mana riskovatimiz HX 1 million akalar, normalniy. Yorib tashladi akalar. Просто liniya yordi jigarlar. Ko'rayotganinglarda mana shunaqa X'larni ham tashab turadi bu riskovat qilsanglar. Bo'l, o'sha 4 million 700 balans bor.
Chiqamiz bu yoqdan. Tak, 4 million. 4 million 700 mi akalar? 1 milliondan 4 million 700 jigarlar. Tak, endi yaxshiroq o'yinga kirish kerak. Hop, bananzani anaqasini o'ynab ko'ramiz. Bunda aylantirib o'tiravermasdan balans уже normalniy. Yo, oshib ketdi. 900 ml bitta spin olib ko'ramiz. Bananzani GameStack versiyasi akalar. Ko'ramiz. Qanaqa berar ekan. Oh, 10x bor. 72 ming. Bu kam. Biz 900 ml spin olganmiz. Вообще. Oh. 100x akalar. Pizdes bilet. Ахует 2600 jalab. Pizdes balans ko'tardi o'zi ham. Уже o'ynatmay berib yubordi akalar, ko'rgan bo'lsanglar, YouTube 2600 qilib. Men shunga endi tak qaraylar akalar. 8 million 800 lik spin 110 mingni aylantirlar ekan. Riskovat jigarlar ketdi bu yog'i. Hop. Ikkita anaqa tushib bersamiz jalab. Yor, o'y bila, yana bitta tushganda pizdes bo'lardi to. Bitta tushib bersami, yorilib ketardi jalab. 8 millionlik spin ko'rardim. No, anaqa Gamesda unaqa katta summaga olib bo'lmas ekan bunda. Faqat skater bilan tushsa o'ynar ekan. Bo'lmasa sotib olib bo'lmas ekan jigarlar. O'zingizlar ham bilsanglar kerak, o'ynab ko'rganlar bo'lsa. Hop. Ko'rdinglar akalar, 1 milliondan qanaqa ko'tarib kelganimizni jigarlar. Fioletviy. Zo'r. Хорош bo'ladi. Pulni qaytarib ham beryapti liniya. Bitta skater tushib berish kerak. Tushmasa bo'lmaydi. Kuzatamiz. Hop. Oh, mana tushdi jigarlar. Tushdi. Kuzatamiz endi qanaqa o'ynar ekan bu. Уже ertalab. Oh, 5 million akalar, 5 million 900 beryapti. Oh. Pizdes X kerak, X. Bilat, X bering. Zo'r. Chotki. 10x bor. Tak. O'ynamay ketyapti bular. Skater ham bor jigarlar, yani 12 ta skater bo'lib ketdi o'zi ham bular pizdes. O, axuyet, men bu ham pizdes o'ynadi. Ko'klar jigarlar, zo'r. Oy, bular pizdes yorib tashladi o'zi ham, akalar. Pizdes berdi o'zi ham. Chotki 15 million. Oy, yana skater berdi, akalar. Ko'rasizlarmi, qanaqa beryapti bular? Prosta akalar azartni kesib o'ynash kerak jigarlar. Ko'rayotganinglarda mana shunaqa beraveradi endi o'zi bu. Har xil strategiya qilib ko'rdik sizlar bilan birgalikda. Oh, oxir umuman o'ynamadi. No, bo'ladi akalar. 21 million balans jigarlar. Tak. Akalar to'xtatamiz. Balans уже 21 million bo'ldi akalar. Bu Telegram kanalimizda jigarlar.